Mamlakatimizda inson va uning manfaatlarini himoya qilish eng muhim vazifa sanaladi. Siyosiy partiyalar vakillari, deputatlar hududlardagi ijtimoiy hayotni o'rganish orqali qonunchilikdagi islohotlarga, siyosiy-ijtimoiy yuksalishlarga hissa qo'shib kelmoqda. Tafsilotlar navbatdagi lavhamizda. O'zbekiston Adolat sotsial-demokratik partiyasi siyosiy kengashi raisi boshchiligidagi ishchi guruh Guliston tumanida bo'lib dastlab hududiy kengashlarning tashkiliy faoliyati o'rganildi. Tadbir doirasida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Nodira Jonibekova Guliston tuman tibbiyot birlashmasida faoliyat olib borayotgan partiyaning boshlang'ich tashkiloti a'zolari, shifokorlar va hamshiralar bilan muloqotda bo'ldi. Har oy oxirida Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari hududlarda bo'ladi. Biz bu yerda o'rganishlar olib boryapmiz. Bugun ham Sirdaryo viloyatida Guliston tumanlarida o'rganishlar olib bordim va aholi bilan uchrashdim. Prezident qarorlari, prezident farmonlari, shuningdek qonunlar mazmun mohiyatini aholiga tushuntiryapmiz. Tibbiyot birlashmasida 1400 dan ziyod shifokor va hamshiralar mehnat qilsa, 80% ga yaqin xodim Adolat sotsial-demokratik partiyasi a'zosi ekanligi tadbir ishtirokchilari tomonidan qayd etildi. Boshlang'ich partiya tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish, ilg'or tajribalarni keng joriy etish, partiyaning dasturiy g'oya va maqsadlarini aholi o'rtasida samarali targ'ib qilish yuzasidan tegishli tavsiyalar berildi.